Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Jenursun qayerda yuribdi? Hali ham kutyapman axir. Qayerda eding? Qachon kelaman degan eding ey? Sen shoshma, menda ajoyib yangilik bor. Hozir senga aytaman. Nimamush? Sen qo'rqinchli videolarni yoqtirasan, shundaymi? Xo'sh. Mening sevimli blogerim Bilol video chiqardi. Xullas shunaqa gaplar. Videoni ko'ramiz va mazza qilamiz. Tushunarlimi? Kichkina odamlar, hozir video boshlanadi. Tezda joyingizga mahkam o'rnashib oling. Tushunarlimi? Yo'qsa ulgurmay qolasiz. Sizlar ham agar videoni maroqli tomosha qilishni istasangiz va keyingi chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni aslo unutmang. Bilol ertalab boshliqning oldiga keldi. U 4-kun ham uxlamagan edi. Ko'z ostida ko'karishlar, barmoqlari titrar, qo'lida esa ariza bor edi. "Men ketaman", dedi va qog'ozni stolga qo'ydi. Uning boshlig'i Bilolga qaradi. "Sabab?" Artur jim bo'lib qoldi, keyin nafas oldi. "Men kanalizatsiyada 7G sektorida nimadir ko'rdim." "Ko'rdim?" Ko'kinlar, devorlar u bilan qoplangan edi. Va ular u yerda nafas olardi. Keyin nimadir tunnelda turardi. Qizil ko'zli. U menga qarab turardi. Boshliq unga biroz tikilib turdi. Keyin stolga suyanib olib kuldi. Juda ham baland ovozda kuldi, go'yo u hazillashgandek. "Bilol, sen 3 yildan beri yer ostida ishlayapsan. Yer ostida maxluqlar bor deb o'ylaysanmi?" "Yo'q, men ko'rdim. Sen kalamushlarni va charchoqni ko'rgansan xolos." Boshliq ko'zlarini artdi, hali ham tabassum qilib. "Eshit, dam ol, uxla va ishni tugat. 7-sektorda 1 oydan beri shamollash tizimi ishlamayapti." U tortmani ochib, bir to'la konvert ichidagi pullarni chiqardi. Ularni Bilol oldiga qo'ydi. "Mana senga 5000 bonus. Pastga tush. Shaxtani tekshir va uni tuzat. Keyin men arizangga imzo qo'yaman. Keyin baribir boshqa joyga ishga borasan. Ketishdan oldin maoshingni ishlab ol." Bilol pulga qaradi. Xuddi 3 oylik ish haqqi. Qarzlarini to'lay oladi va onasiga ham yordam beradi. "Yaxshi. Men bugun tushaman." "Mana yaxshi bola." Boshliq allaqachon hujjatlarga qaytayotgan edi. "Masalani yopamiz." Bilol 2 soatdan keyin pastga tushdi. Qo'lida asboblar, orqasida pul solingan ryukzagi bor edi. Tunnel jimjit edi, haddan tashqari jim. U o'sha ayrilish joyiga yetib keldi. Panjara hamon olib qo'yilgan va devorga suyalgan edi. U ichkariga qaradi. Ko'kinlar yo'q edi, faqat bo'sh qobiqlar. G'ijimlangan, yorilib ketgan va qoramtir yopishqoq suyuqlik ko'lmaklari. Bilol nafas oldi. Ular ketibdi. U shaxtaga kirdi. Ventilyator tiqilib qolgan. Parraklarga o'sha ko'kinlarni qoplagan plyonkaning bir bo'lagi tiqilib qolgan edi. U uni qisqichlar bilan yulib oldi va u ishlay boshladi. Bilol pastga tushdi va peshonasidagi terini artdi. Va shu payt har tomondan nozik, ko'p ovozli qichqiriqlar paydo bo'ldi. U fonarni ko'tardi. Devorlar, pollar va barcha tomon g'alati mayda hasharotlar bilan qoplangan edi. Ular tuxumdan chiqib ketishdi. Quvurlarga osilib katta qizil ko'zlari bilan unga tikilib turishardi. Bilol ortga chekindi, lekin qochadigan joyi yo'q edi. Ikkinchi marta bu yerga qaytib, yangi chiqqan dahshatli maxluqlar uchun mazali taom bo'lishini va bonusi shu yerda kanalizatsiyada 20 metr chuqurlikda qolib ketishini o'ylamagan edi.
Boshliq esa kabinetda o'tirib monitorga qarab turar edi. 7-sektordagi ventilyatsiya me'yor bilan ishlashni boshladi. Harorat, namlik, bosim hammasi joyida. U o'ziga bosh ilg'adi va Bilolning arizasiga imzo chekdi. Ishdan bo'shatish haqidagi sababi esa o'z xohishi bilan bo'ldi. Keyingi video chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.